Assalomu alaykum aka-ukalar, qarang, aytib beramiz. Bosch original, Makita original, Felicity, Ubay, Warcraft 5 xil bolgarka. Hozir mana 6 kilodan sim osganmiz, hammasi bir xil. Birdaniga kulchat qilib bosamiz, qaysi oldin kuyadi. Misol uchun Bosch 10 ming atrofida bo'lsa, Makita 7 ming atrofida, mana bu 3,5 ming, 3 ming, 3 ming. Farqini ko'rasizlar, qaysi tez kuyib ketadi. Videoga baho berib, tarqatib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar aka-ukalar. Keyin DeWaltmi, AEG, qaysi brend, Pit, Interscroll, keyingilarga qiziq bo'lsa kommentar yozib fikrlaringizni bildirasizlar. Xudo xolasa sizlarga qiziq bo'lsa ularni ham olib kelib mana shunday qilib ko'rsatmoqchimiz. Bu yana nima demoqchiman? Kimdir noto'g'ri ishlatsa, misol uchun o'z og'ri bilan shunday reski bossa, 10 sekund, 15 sekundda bolgarka kuyib qoladi. Shu narsani ham ko'rsatmoqchiman. 6 kilodan tasavvur qiling, hozir har bittasiga 6 kilodan osib qo'yganmiz. Birdan yana mana bu qalin, tachilni disk, обычный disk emas, qalin disk bu. Tachilni hozir kameraga qanday ko'rinyapti bilmadim, chunki kamerachimiz oldidan olmayapti buni, aytadi. Shunday deydi, normalniy ko'rinadi deyapti sizlarga. Qalin, где-то 4 mm har bittasi tachilni disk. Обычный kesayotgan disk emas. 1 2 3 2 3 Çıkar. Al aslında. Hop. Samalda kes. Oldu, ötür. Ötür ano. Ditli. Skorsini ko'payt. Aytaveramiz aka-ukalar, birinchi Warcraft, ikkinchi eslashimcha Bosch tutab ketdi, uchinchi Makita hozir ham hit bor. Videoga aytib bo'lmay, yomon неприятный hit chiqib ketdi. Ubayga bahoni o'zlaringiz berib to'xtamasdan aylandi. Qolgan hammasi to'xtab qoldi. Felicity ham to'xtab qoldi, tutadi. Bularda ushlab ham bo'lmayapti. Vobshe qiziq ketgan. Shunday videolar test, crash testlar qiziq bo'lsa, videoga bahoni o'zlaringiz berib qo'yasizlar. Bo'ldi, o'chir. Все, выключать qil. Болгарка тестируем просто. Там пожарка сработала.